Assalomu alaykum. Okajonim, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bu yerda qanaqa gilamlarimiz bor aka, xudo xolasa. O'ta go'zal va sifatli va toza. Bu yerda ko'rmagan gilamlarimiz ham bor aka. Yangilik aka, bular yangi. Bu tomondagilar? Bu tarafdagilar mana hammasi yangilik keldi aka. Bu tomondaga talabga 100% javob beradi. Xudo xolasa mana o'ta zid, o'sha haliga o'zi eng trenddagi mana o'rtasi nachoslik, ko'jalik, mana eng zid to'qilgan. Zid to'qilgan. Zakaz olaveramiz. Masjidlarga qanaqa razmerda deysiz, xudo xolasa tayyorlab beramiz. Qanday bu yerda gul biz ko'rmagan gullarni ham asartillari juda ham ko'p ekan. Bu mashina ketvoradi o'qiyman. qarang, go'zalligini qaranglar obunachilar. Bu shaxsan men o'zim ota-onamga 95-96 ga kirgan ota-onamga ham hurmatli obunachilar. Shu yerdan gilamlarni olib ketdim. Ancha yo'lga yuradigan va sifatga talabga javob beradigan sifatli sara gilamlarni qaranglar, qanaqa go'zal. Bundan tashqari pastda podvalimizda ham bor aka. Bor aka. Podvalimizda boshqa asartillarimiz bor a? Bor aka. Mana tomni mokriy svet mana xudo xolasa ofisdagi mebellarga bo'lib o'ta chiroyli chiqadi. Eng qulay variant aka. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, biz olayotgan mana mashinadan shaxsan o'zim o'qishimga oldim. Bundan ham go'zalini ota-onamizga olib berdik. Akamiz ancha arzon qilib berdilar. Hozir buni chekkalarini naqsaq overload dedim chekini. Shuna qilayotgan holatlarini ham o'zingizga ko'rsatib, xudo xolasa hamma yoqdan xabar qilamiz. Hozir bu yerda gilamlarni qanaqa gilam, qayerda ko'rganingizdan qat'iy nazar hamma gilamlarimizdan bor aka. Qayda ko'rib kelishsa, ko'rib kelishgan joylarda xudo xolasa metrida 50 ming, 100 ming arzon qilib beramiz. Siz obunachilaringizga. Alloh rozi bo'lsin aka. Alloh niyatingizga yetkazsin, gap yo'q. Bonuslari ham bor. Sizga ham qo'shib beramiz xudo xolasa inshaalloh. O'sha ustanalarga ko'rik qilib, kelishganlarga sovrin qilib beramiz. Inshaalloh. Yana bitta mana aksiyaga tushgan mana bunaqa gilamlarimiz bo'ladi. Bolachalarning xonasiga. Juda go'zal. Bu bonusga menda bu? Bu bonus aka. Xudo xolasa. Sizni orqangizdan kelganlarga obuna bo'lib kelganlarga bonus. Mana yana bittamiz bor. Uloqchi akalarimiz bo'lsa, mana farzandlari bo'lsa, mana mustaqlarimiz ham bor. Voy, tasalli. O'ta go'zal. Ama gap yo'q. Bular bonus aka. Bular qilib qo'yganmiz. Biz haliga ba'zi birlarga o'xshab tugab bo'ldi, yetmay qoldi demamiz. Vagonda bor aka, kelishaveradi. Alloh rozi bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, bundan keyingi videomizda albatta qanaqa qilib qilinayotganini ham ko'rsatib o'tamiz. Va bularni bu yerdan ko'rib yoqtirishsa, dastlabki ham qilib beramiz. Beramiz aka. Aytilgan joylarga xudo xolasa yetkazib beramiz. Yashang.